Alo dadasi, tez keling, uyimiz yonyapti. Va nima bu ahvol? Namchi vahma qilasan, nimaga uyga isib ketgan? Bilmayman, dadasini olib kelgan konditsionerdan quyoshchan bosib qo'ydim. Quyosh deb isib ketgan. Ahmoq, yur bu yoqqa. Demak, qo'limdagi pult Midea konditsionerning pulti. Bu o'chirib yoqish tugmasi, modi, ya'ni rejimni o'zgartiradigan pult. Mana heat, ya'ni bu qishni ishlatamiz, fan esa bu havoni haydab beradi, avto esa pult orqali siz gradusni belgilaysiz, xonani gradusi o'sha darajaga yetganda konditsioner o'zi o'chadi, xonadagi harorat pasayganda yana konditsioner o'zi avtomatik ishlay boshlaydi. AI funksiyasi, ya'ni AI pulti avtomatik aqlli rejim. Bu tugma bosilganda konditsioner xona haroratini o'zi tahlil qilib, eng optimal sovutish yoki isitish quvvatini avtomatik tanlaydi. Foydalanuvchi o'zi harorat yoki tezlikni sozlashi shart emas. Qurilma aqlli tarzda energiyani tejab, qulay muhitni saqlaydi. Ventilyator, ya'ni havoni tezligini belgilab beradi. Swing tebranish funksiyasi, ya'ni havoni tepa-pastga haydab beradi. Cool yozda foydalanamiz, heat esa qishda. LED ekran displey yorug'ligini yoqish yoki o'chirish tugmasi. Agar tunda pult yoki ichki blokdagi displey yorug'ligi bezovta qilsa, shu tugma bilan uni o'chirib qo'yish mumkin. Fresh havoni yangilash funksiyasi. Bu tugma bosilganda ichki blok havoni tozalash, ya'ni iyonlash rejimiga o'tadi. Xona ichidagi noxush hidlarni kamaytirish uchun ishlatiladi. Konditsioner haqidagi ma'lumotdan o'tkazib yubormaslik uchun arzon chakbasiga obuna bo'lgan. Telefonga o'tirmasin, tushundingmi? Ma, ishga ketdim. Voy yaxshi bo'ling. Qaysi dedi? Voy.